Assalomu alaykum aziz opa-singillar. Bugun sizlar bilan yuz tozalashimiz uchun kerak bo'ladigan kosmetikalar haqida gaplashamiz. Uy sharoitida ko'pchiligimiz doimiy kir sovunlardan yoki atir sovunlardan doimiy foydalanamizda. Kir sovun, atir sovunlar yuzimizga zarar keltirishi mumkin, chunki ular kir uchun yoki qo'l sovunlar qo'limiz uchun, tanamiz uchun foydalanishga qulayroq. Yuz terimizda tashqi baryer qismini buzib tashlaydi kir sovunlarimiz. Yuzimizda yomonlashiga olib keladi, chunki tarkibida kir sovunlar ishqori ko'p bo'ladi. Shuning uchun yuzga mo'ljallangan penkalardan foydalanganimiz ma'qul. Har xil turdagi penkalarimiz bor. Hozir men shunisini qo'limda borini ko'rsatyapman. Yuz uchun mo'ljallanganda buni namlantiruvchisi bo'ladi tarkibida, yuzingiz yumshatuvchisi bo'ladi, yuzdagi chang kirlarni tozalab beradi. Buni har kuni ertamatdan kechqurun ishlatishimiz kerak. Endi bo'lmaganda bir marta bir kunda bir mahal yotishdan oldin ishlatish kerak. Sababiki kunduzda yuzingizga ishlatgan SPF kremlaringiz, tonalkalaringiz yuzingizda qolib ketadi. Agar shunday holatda yotsangiz yuzingizda ajin tushishiga olib keladi. Teringiz yomonlashiga olib keladi. Ya'ni teri tozalanmasdan yotsa, u ajin tushiradi. Bir kun mayli, 2 kun mayli, lekin davomiy 10 kun, bir haftalab shu holatda yursak, shu yuzimiz tashqi baryer qismi yomonlashib, ajinlar tushib, har xil toshmalar, komedonlar yuzimizda hosil bo'ladi-da. Yuzga mo'ljallangan har xili bor. Buni yosh qizlar ham ishlatsa bo'ladi. Mana bu hozir yoshlarimizda tashqi muhitdan yuzlariga har xil toshmalar hosil bo'ladi. Komedonlar, mayda guriga o'xshagan husnbuzarlar chiqib ketyapti terisiga. Bular yuzlariga tushadi. Ko'pchilik Telegram kanalga qanday ulanaman deydi. Pastda kommentlarda Telegramning linkini qo'yib ketaman. Shu yerdan qo'shilib kirib olinglar. Hozir esimga kelib qoldi. Shu yerdan qo'shilib Telegram guruhimizga kirib, shunaqa deb yuzlaringni aytsalang, men yuzlaringga kerakli penkalar, kerakli narsalarni tanlab, uxotli narsalar yig'ib beraman. Keyin yuzimizga mana shu narsalarda yuvib turib, keyin namlantiruvchi kremlar, SPF kremlar surtsak, terimizda yaxshi yotib beradi. Oqartiruvchisi borlar ham bor yuzdagi dog'larga. Keyin yuzingizga siz doimiy kosmetika ishlatib, SPF kremlar, tonalkalar ishlatib yursangiz, siz uchun gidrofilni masla ham kerak yuzingiz uchun. Sababiki siz tushlar, pomadalar, qalin tonalkalar surtsangiz, mana buni o'zi yuzingizdagi tonalkalarni tushirib yuborishga kuchi yetmay qoladi. Ya'ni tushlar ham ishlatasiz, har xil bo'yoqlar ishlatasiz. Mana bu narsa gidrofilni masla, ya'ni oil yuzingizdagi o'sha tonalkalaringizni yuzingiz ichki qismigacha uyutib beradi. Keyin poralaringizga kirib, qorayib qolmaydi-da. Buni kosmetika shu tonalkalar ishlatganingizda yuvasiz. Keyin tonalka ishlatmagan paytingizda SPF krem surtgan paytingizda mana buni o'zi ham yetadi. Keyin bu ham juda ham kerak yuzimiz uchun. Olib ishlatish kerak. Xo'p, keyin bir haftada bir marta peeling gel ham ishlatishimiz kerak bo'ladi. Peeling gellarning vazifasi nima? Yuzingizda tanangizni yuvsangiz, teringizdan dumaloq-dumaloq bo'lib kirlar chiqib ketadi. Biz uni kir deymiz, lekin u terimizda tashqi o'lik hujayrasi bo'ladi. Teri almashadi bir haftada bir marta. Yuvganimizda kir bo'lib tushib ketadi. Endi yuzimizni ishqalasak, anaqa terimizdaqa chiqqandaqa kir chiqmaydi. Mana shu peeling gel yordamida bir hafta bir marta terimizga buni surtamiz. O'sha kir holatda chiqib ketadi terimizda. O'sha tashqi o'lik eski hujayralari kir holatda yuzimizdan tushib ketadi. Buni bir hafta bir marta foydalanishingiz kerak. Agarda siz yuzingiz o'ta ham yog'liroq bo'lsa, ya'ni tez kirlanadigan bo'lsa, bir hafta 2 marta ham mumkin. Lekin asosan bir hafta bir marta ishlatish kerak bo'ladi. Mana shu narsalardan foydalansak, keyin bundan keyin surtgan tonerlarimiz, serumlarimiz, kremlarimiz yuzimizga yaxshi kirib beradi ichiga. Yaxshi singib beradi-da. Buni ishlatmasdan faqat kremni o'zini surttirsak, natijasini kamroq olamiz. Xo'p, aytadigan bo'lsam, agarda siz doimiy tonalkalardan foydalanib yursangiz, buni ham qo'shishingiz kerak.
uxotingizga, tozalovchi uxotingizga. Faqat SPF krem ishlatsangiz, mana buni o'zi ham yetadi. Endi mana bu peeling gelimiz ham bir hafta bir marta foydalanish uchun juda ham zarur terimiz uchun. Telegram gruppamiz linkini qoldiraman. Shu yerdan kirib, qo'shilib olib, zakaz bersalang bo'ladi. Balog'at yoshidagi qizlarga ham mos penkalarimiz bor. Hamma yuzlarga Telegram gruppamizdan xotni narsalarni yig'ib olsangiz bo'ladi tanlab.